Yaxshimisiz? Qandaq ahvolingiz? Uzun bo'ldi siz bilan qanilimda ko'rishmay qoldik. Kunlaringiz yaxshi o'tyapti? Yozlik ta'tillaringiz tugab, kuzlik turmush ritmingizni boshlab oldingizmi? Bu yil yozlik ta'tilda mening Stockholm va Istanbulga berib, do'stlar bilan jam bo'lish fursatim bo'ldi. Stockholmda tunji qitim do'stim bilan birga bozor joylab, qahva ichib, atganning kechgacha birga vaqt o'tkazish menga shundoq illiq hissiyot berdi. Chunki Norvegiyaga ko'chib kelgandan beri ko'ngil suv ichadigan do'stlar bilan birga cho'ng shaharlarda shahar saylisi qilish fursati haqiqatan oz bo'ldi. Shunga har bir minutni oltindek qimmatli his qilib ketdim. Stockholm haqiqatan ziyorat qilishga arziydigan bir shahar ekan. Shahar qurilmasi intayin ratlik va kishilarning rohat shaklda ehtiyojlarini qamday oladigan bir madaniy shaharning hidi purab turadigan bir yer ekan. Anglashimcha Stockholm dunyodagi birdan-bir 3dan 1 qismi bino, 3dan 1 qismi suv, 3dan 1 bo'lsa yeşillik holatda saqlanib turayotgan bir shahar ekan. Men muzeylari va koni shahar bo'limida saqlanib qolgan esil imoratlarni va alohida qahva restoranlarini bakli yoqtirdim. Yalğız shahar saylisi qilishdan rostni aytsam bakli huzur olman. Ammo bu qitim yo'ldashimni seg'indim. To'y qilgandan beri har qitimliq sayohatimizni birga qilg'ashqa, bu qitimliq yalğız Stockholm ziyoratim bir nuqtadan shundoq barakatli bo'lgan bo'lsa-mu, yana bir nuqtadan yenimda yo'ldashimning menga soyivan daraxt, mungdashqaq do'st, ruhiy va jismoniy hamroh ekanlikdek u go'zal his yanala hech nimaning o'rnini ola olmaydi ekan. Men cho'ng shaharlardagi o'ziga xos uslubga ega bo'lgan kitobxona, qahvaxona degandek yerlarni bayqashni bek yoqtiraman. Bir tushdan keyin o'ltirib, kitob o'qib, qahvadan huzur olg'ash, o'tgan kechganga nazar silish mening mengamga boshqacha oromlik berdi. Mengini aram oldirishga kelsak, siz normalda zehningizni qanday aram oldirsiz? Agar sizga foyda qilgan usullar bo'lsa, menga yozib qoldirib qo'ysangiz, bekmi suyunaman. Chunki mushundaq bir tashqi dunyodan kelgan besim va har xil o'xshamaydigan passivlikdan o'zimizni ozroq bo'lsa ozod qilishning bek muhimligini borgan siri his qilyapman. Shunga yaqinda har shanba maxsus bir kun ruhiy va jismoniy jihatda aram ilish vaqtini ajratishni haftalik tartibim qilib oldim. Muqaddas kitobning dastlabki bölümü yaratılış qismida shundoq deydiki, Xudo
6 kunda olamni yaratdi va 7-chi kuni aram elish kuni deb bekitdi. Xudoning bu bir kun aram elinglar deyishning sababi dal shu bizning jismoniy va ruhiy jihatdagi charchishimizni bilib turdiganligi. Zimmimizdagi yukni ko'tarib berishni xohlaydiganligi. Hozir ko'rayotganingiz bo'lsa, Daniya safarimizdan qolgan aslimalardir. Daniyami Skandinaviya davlatlari ichida mayli yozliq havo klimati jihatda va yoki shahar muhiti hamda yashash uslubi jihatda bo'lsin, meni o'ziga alohida mohil qilgan bir davlat bo'ldi. Kopenhagen shahrida bo'lsa, yo'ldashim ikkimiz nurg'unlagan go'zal aslimalarni qoldirdik. San'at muzeylaridan, o'ziga xos loyihalangan asarlar do'konlaridan huzur olg'ash, mushu millatning jamiyat qurilmasini tushunish meni nurg'un o'ylarga soldi. 8-oy Kopenhagen uchun bek yaxshi bir ziyorat mazgili ekan. Kelar qitim yana mush yerga kelib, maxsus huzur vaqti o'tkazishni o'ylashdik. İstanbulga keldik. Ko'n do'stlar bilan birga burun bizning doim bordigan ko'n joylarga berib, burunqi vaqtlarni eslash, yangi temalar haqida fikr qilish rostilla bek go'zal bir ish. Gerçi bu qitim İstanbulda uzun vaqt tura olmagan bo'lsaqmi, planlagan ishlarimni birer qo'riq qila olganligim uchun bekli xush bo'ldim. Yıldan beri görüşelmeyen umaq dostlarım bilen birga külüşüp, qaqaqlashish Norvegiyaning oddiy, jimjit hayoti menga nagan-naganda his qildirgan yolg'izlik tuyg'usini yumshoq illiq adyol bilan o'rib oldi. Dilim ilib, Xudoga qayt rahmat aytib ketdim. Norvegiyadagi turmushim haqiqatan bekli oddiy va birli ritmda bo'lsa-mu, men yana shu jimjitlikdan xushallik va hayajon his qila olmayman. Bu hayajon hargiz doimo tashqi dunyodan emas, balki Xudoning ichimizga solgan mehr muhabbatining mevasi. Chunki Xudo deydi: "Ey jafokashlar va ig'ir yukni ustiga olganlar, mening yenimga kelinglar, men sizlarga aromlik beray." Hammamizning har bir kunimizga Xudoning aromligi hamroh bo'lsin. Keyingi blogimda ko'rishaylik. Rahmat.